Assalomu alaykum O'zbekiston, uyg'onaman jigarlarni qayga keldim xudo xolasa. Qabristonga kelganman akalar, shu yerda ozgina hashar bo'lgan. Bugun mana qabriston, o'zimizning qabriston, men uyim oldida qabriston akalar. Xolos tez gapirishga harakat qilaman. Shu panjaralar shunday kelgan, ozgina yetishmovchilik bo'lgan, yaxshilik yo'lida xudo xolasa video qilyapman akalar. Maqsadimiz nima? Shu qabristonni atrofini o'rasak, daydi itlar, keyin mol qo'ylar kirmasligi uchun harakatdamiz xudo xolasa. Shu joygacha bo'lgan panjaralari bor, stoykalarga ozgina yetishmovchilik bo'lyapti. Shu joy shunday o'tishib ketish kerak, mana shu yerda tozalanadi. Shu yerda hashar bo'lgan bugun, hozir endiroqda tugadi. Xudo xolasa akalar, bu videoni maksimal tarqatishga harakat qilamiz. Ehsonga birodarlar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, karta qoldirmaymiz, chunki karta qoldirsak gap ko'payib ketar ekan. Xolos mana shu yerda ish qilayotgan, eskidan biz esimizni taniymizki, mana shu yerda xizmat qilayotgan Qorovul akamiz bor, Homid tog'am mana shu yerda xudo xolasa xizmatda. Akami mana shu yerda doim mana shu yerda bo'ladi. Pastda o'zimning shaxsiy nomerimni qoldiraman. Kimda ehson qilishga qobiliyati, sharoiti bo'lsa yoki jismoniy mehnat qilishga sharoiti bo'lsa, kelasizlar akalar, xudo xolasa ertadan yana mana shu yerda xizmat bo'ladi. Boshidan shu yoqqacha kelgan, ozgina yetishmovchilik bo'lib qolgan mana shu yerda stoykalari, panjaralari bor. Obodonlashtirish tarafdan panjara berilgan, stoykaga ozgina yetishmovchilik bo'lyapti. Maksimalni shu videoni tarqatamiz akalar. Ehsonni mukofoti xudo xolasa ehson. Shu akamiz shu yerda bo'ladi. Hoji tog'am xudo xolasa akamizga kelib chin yurakdan ehson qiladiganlar tashlab ketaverasizlar. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda o'zimning shaxsiy nomerimni qoldiraman. Uzoq joydagilarni ilojini qilamiz. Hoji tog'amning kartasi nima aytaman chin yurakdan. Xohlasanglar isminglarni aytib deb yurib, video qilib, olib kelib qo'liga berib video qilaman. Yo'q, o'zimiz boramiz deydigan bo'lsanglar, lokatsiya tashlayman, kelib chin yurakdan berib ketasizlar. Tanijoninglar sog' bo'lsin. O'zbekiston xalqi hammamiz birimiz, yaxshilar ko'p. Xudo xolasa birlashib shuni bitkizib yorsak, daydi itlar, mana shu kichkinaligi yosh bolalarni ko'milganda sallaligi nima deydi, sayozroq ko'miladi. Daydi itlar hujum qilmasligi uchun, mol qo'ylar kelmasligi uchun shu harakatdamiz. Maqsadimiz yaxshilik. Bosamiz O'zbekiston, hammamiz birimiz. Uyg'on O'zbekiston, assalomu alaykum. Tepalikka chiqib ketaman xudo xolasa. Yaxshimisizlar jigarlar? Xudo xolasa ketishga bitta video qo'yiladi, padishka qilib turasizlar. Yaxshilikni boshladik. Qarochi kommentariyada portlatib yubordinglar jigarlar. Tanajoninglar sog' bo'lsin, to'xtamayman. Umuman to'xtamayman. Juda ijobiy fikrlar kelgan. Olg'a O'zbekiston semizlikka qarshimiz, bosamiz gazini. Hammamiz birmiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men ismim Rustam Ali, 30 ga kirganman. 12 yildan beri sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Profilimga kirsanglar, 14-kundan, asosiysi 14-13-kundan yugurib gapirish trend qilamiz deb videolar qo'ydim. Boshida rosa e'tibor kuchli bo'ldi, blogerlar yozdi, yangi yo'nalish qildingiz. Omadingizni bersin, bunaqa yo'nalish yo'q edi, vayn olamiz u deyishdi. U video 1.300.000 prosmotr bo'ldi. Gap so'z yo'q. Demak, semirganlar ko'p ekan. Semirishga qarshimiz deb videoga olishni boshladim akalar, opalar. Keyin negativlar boshlandi. Katta odam, shu ham ishmi? Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Deyishdi, u deyishdi, bu deyishdi. O'zim to'g'ri yo'lda ketyapman deb his qildim o'zimni. Keyinchalik o'ylab qarasam, haqiqatan ham katta bo'lganda bola chaqang qana yuradi. Uyalmaysanmi? Bir narsalar deyishdi. Endi men to'g'ri ish qilyapman deb o'yladim. Afsuski, noto'g'ri yo'lda ekanman. Semizlikka qarshimiz desam, odamlar zo'rg'a semirgan ekan. Navarot, ozishga qarshimiz. Sening ishing noto'g'ri. Bu ishni yig'ishtir deyishdi. O'ylab qarasam, ko'pchilikda aytgan degan. Endi yig'ishtirmasak bo'lmaydi ekan akalar, opalar, xafa bo'lmaysizlar. Yugurish zarar ekan odamlarga. Mana shu Instagram xalqiga yoqmaydi ekan yugurish. Juda qiyin ish ekan u. Bo'lib ham bola chaqa nima deydi rostdan ham deb o'ylab qarasangiz, bola chaqani yosh bolalar ermaylasa dedi, seni dadang yugurib yuribdi desa degan fikrlar kelib qoldi. Bo'pti deb to'xtatdim mana.
ertalab emas, masalan 10larda ishga chiqyapman, uxlab, maza qilib. Iloji boricha semirishga harakat qilaman men ham. Semizlik aslida yaxshi ekan. Kasallik emas ekan, shuni deyishdi. Xalqni gapiga quloq solgan holatda bo'ldi, yugurib gapirishni ham, ozishga harakat qilishni ham to'xtatamiz. Iloji boricha semirishga harakat qilamiz. Akalar, yana fikrlarni qoldiramiz, kommentariyadan bilib olamiz. Kerakmi o'zi bizga bu yugurish degan narsa kerakmi? Bu kerak emasmi? Yo yugursak ham bir bekinib yugurishimiz kerakmi? Odamlar nima deydi? Odamlar ko'rsa jinni deb o'ylamaydiman. Odamlarning fikri asosiysi-yu. Fikrlarni qoldiramiz. Xizmatinglarda Rustam Ali barber kelaverasizlar. 12 yildan beri sartaroshman, bekarchi emasman. Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi deydiganlar ham bor. Yozinglar kommentda bilib olamiz. 3 soat vaqt akalar, opalar. Rahmat kattaga shuncha paytdan beri qo'llaganlarga rahmat. Qo'llamayotganlar juda ko'p lekin. Komment yozasizlar. Assalomu alaykum O'zbekiston, uyg'onamiz, yugurish trend qilamiz. Bu challenge'im Abdurahmon Fozilovga aka qachonki biz bir natijalarga erishsak, keyin intervyu olib bir narsalar qilasim, bitta podishka qilib yugurish trend qilaylik. Oddiy xalq ichidan chiqib, mana sartaroshlik bilan shug'ullanib yurgan bola yugurish trend qilamiz. Semizlikka qarshimiz deb harakat qilyapmiz. Akajon, qachon bir rekka chiqsak, keyin intervyu olib bir e'tibor qilasizmi bizga aka? Bitta e'tibor qilib, bitta yugurib, challenge amalga oshiraylik. Semizlikka qarshimiz deb akajon. Iloji boricha mana shu videoni ko'rayotganlar Abdurahmon Fozilov taqdimotga qilamiz, xudo xolasa. Ishdan tashqari yugurib gapirish trend qilamiz. Semirishga qarshimiz akalar. Bosamiz bekarchi narsalar, qimor bu narsalarni reklama qilish yig'ishtiramiz. Shunchaki ishdan tashqari yugurish trend. Bosamiz O'zbekiston, hammamiz birmiz. Jinoyatchini ko'rib qoldim. Jinoyatchi. Pidarazmaki, haromxo'r. Jinoyatchi. Shay plastik. Haromxo'r, tovuq yedi mana shu tovuq. Haromxo'r. Mana qabristonni chikirib yonamiz, ishga chiqamiz. Ishdan tashqari yuguramiz, jigarlar, yaxshiliklar charchamayapsizlarmi? Ishga chiqyapmiz. Nima gaplar? Charchash yo'qmi? Yuguramiz. Shu qatqoqlar sotuvda. Bosamiz gazini. Bu mahallani taniysizlarmi? Jigarlarim. Semizlikka qarshimiz, ishdan tashqari yuguramiz. Bosamiz gazini Rustam Ali barber xizmatchilarida. O'zbekiston. Ba'zida mana shu oktagonda janglarini ko'rib, ba'zida shu shayton seni baqirishni bilasan, shov qilishni bilasan. Eng qizig'i urushni ham bilmaysan, shu oktagonda ba'zi jangchilarga o'xshab sen ham kirib deydi shayton vasvasa qilib. Semizlikka qarshi bo'laveraylik, ishdan tashqari yugurib turaveraylik tinchgina deb o'zimni bos deb qo'yaman. Bosamiz jigarlar. Fevralda 2-kuni ham tugayapti. Yaxshi tomonlar bosamiz gazini. Yugurish trend qilamiz ishdan tashqari. Semizlik odamni o'ldiradi. Qon Instagram, assalomu alaykum jigarlar, yugurish trend qilamiz. Muhokamiz tepada qo'yib qo'yaman. Bunaqa akalarimiz ko'payyapti. Tanajoning sog' bo'lsin. Kim tarbiya bergan bo'lsa, umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Mendaqa bo'lmasin hech kim. Mendaqa bo'lish uchun 12 yil bir xil joyda sartaroshlik bilan shug'ullanish kerak. Bo'sh paytlarda yugurish kerak. Mendaqa bo'lish oson emas-da akalar. Mana shunaqa kommentariy yozadigan akalar ko'paysin. Bunaqa insonlar xalqimizga juda kerak. Ayniqsa semirib o'tirib, xudo xolasa g'iybat qilsak, birimiz ikki bo'ladi. Hunarsiz yurgan yaxshi. Chunki bunaqa kommentlardan juda xalqimizga katta foydasi bor. Shunaqa akalarga tashab qo'yamiz. Semizlikka qarshimiz, bosamiz O'zbekiston, hammamiz birimiz. 10 million bo'lamiz prosta yugurib. Bosamiz O'zbekiston.